Men bitta narsaga qoyil qoldim. Alonso uchrashuvni yakunlayotgan paytda 10 daqiqacha qo'shib berdi, to'g'rimi? 9+ bo'lib ketdi. Yana 3 daqiqa, 13 daqiqa o'yinni yakunlashda Mbappe, Vinicius hamda Bellinghamsiz Bayer tarkibi bilan tugatdi o'yin. Ya'ni mana shu flikka ko'proq og'ir botadi. Nega Bayer tarkibi sharhda ham hozir maydonga chiqqanlar sifatli futbolchi deb turibsiz. Qutqaradigan futbolchilarni istalgan murabbiy ushab turadi-ku oxirida. Bellingham. Haqiqatan masalan Ancelotti bo'lganda qila olmasdi. Ancelotti bo'lganda Real yoki yirik hisobda g'alaba qozonadi yoki mag'lub bo'ladi deb o'ylayman-da. Bu yerda baribir Alonsoning xizmati katta bo'ldi deyman. Baribir u o'tgan yilgi Real o'zgartira oldi-ku. Bayer sifat qilib qo'ydi haqiqatan Real. O'sha Vinicius'i bor, Mbappesi bor. Ikkita katta o'yinni yutqazib ham Bayerga o'xshab yuribdi. Bayer qanaqa futbol ko'rsatadi? Bayer tartibli, intizomli futbol ko'rsatadi. Murabbiy jamoasi edi. Ancelottining jamoasi bu karnaval edi-yu. Boshqariladigan xaos edi. Boshqariladigan xaos edi. Shuning uchun bu yerda aynan Barselona shunda qiynaldi-da. Barselona gap yutqazganda emas, Barselona vaziyat yaratdi.